Assalomu alaykum, hurmatli muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga anomal issiqda chaqaloqlarni issiq urishi va uni oldini olish usullari haqida aytib o'taman. Demak, boshladik. Anomal issiqda chaqaloqlar kattalarga qaraganda issiqni ancha qiyin ko'tarishadi. Ayniqsa yangi tug'ilgan chaqaloqlar va 1 yoshgacha bo'lgan bolalarda tana haroratini boshqarish tizimi hali to'liq rivojlanmagan bo'ladi. Shuning uchun ular suvsizlanish va issiq urish xavfi ortida bo'lishadi. Chaqaloqni issiq urganining quyidagi belgilari mavjud, ya'ni bola odatdagidan bezovta yoki injiq bo'lib qoladi. Juda ko'p yig'laydi yoki aksincha, juda lanj bo'lib qoladi. Emishni istamaydi yoki odatdagidan kam emadi. Siydik kamayadi, ya'ni taglik uzoq vaqt quruq qoladi. Og'zi va lablari quriydi. Ko'zlari ichkariga botgandek ko'rinishi mumkin. Terisi quruq va issiq bo'lib qoladi. Teri qizarib ketadi. Nafas olishi tezlashadi. Yurak urishi ham tezlashib ketishi mumkin. Issiq urishi kuchayganda esa tana harorati 39-40 gradusdan yoki undan yuqori bo'lishi mumkin. Bola juda uyquchan yoki uyqudan uyg'otish juda ham qiyin bo'lib qoladi. Atrofdagilarga javob bermay qolishi mumkin. Qayt qilishi ham mumkin. Mushaklari tortishishi, ya'ni talvasa kuzatiladi. Ba'zi holatlarda bolakay umuman hushini yo'qotishi ham mumkin. Albatta, ushbu holatlar shoshilinch tibbiy yordamni talab qiladi. Avvalambor, chaqaloq suvsizlanganining quyidagi belgilari mavjud, ya'ni issiq urishdan oldin ko'pincha suvsizlanish rivojlanadi bolakayda. Masalan, chaqaloq 6-8 soatdan ortiq siydik qilmasligi, siydikning juda to'q, sariq bo'lishi, lablari qurishi, ko'z yoshsiz yig'lashi, boshidagi yumshoq joy, ya'ni fontanel ichkariga botishi, juda holsiz bo'lib qolishi. Chaqaloqni issiq urishidan qanday himoya qilish kerak? Birinchi navbatda xona haroratini nazorat qiling. Eng qulay harorat 22-26 darajagacha bo'lishi kerak. Agar konditsioner ishlatsangiz, sovuq havo to'g'ridan-to'g'ri bolaga urmasin, haroratni juda past qilib yubormang. Ventilyator ishlatsa ham uni bolaga to'g'ridan-to'g'ri qaratib qo'ymang, xonada havo aylanishini ta'minlasin. Albatta, bolakayni yengil kiyintirish ham juda katta ahamiyatga ega. Bolakayga albatta paxtali, yupqa kiyim kiydiring, qalin kiyimlardan saqlaning. Zarurati bo'lmasa, boshiga qalqob kiygizmang. Ko'proq emizishga harakat qiling. Agar bola faqat ko'krak suti emayotgan bo'lsa, bolani tez-tez emizing. Issiqda emishlar soni ko'payish tabiiy hisoblanadi. Agar bolajoningiz 6 oydan katta bo'lsa, yoshiga mos ravishda ko'proq suyuqlik taklif qilish mumkin. Albatta, quyoshdan saqlaning. Ayniqsa soat 10:00 dan 17:00 oralig'ida juda ham kuchli issiq bo'ladi. To'g'ridan-to'g'ri quyosh ostida uzoq qolmang va bolakayni ham qoldirmang. Aravachada ehtiyot bo'ling. Aravachani qalin mato bilan to'liq yopmang. Bunday qilish ichkaridagi haroratni juda tez oshiradi, havo aylanishini to'sadi. Bolani aslo mashinada qoldirmang, hattoki 5-10 daqiqaga ham. Yopiq mashinada qoldirish juda xavfli hisoblanadi. Ichkaridagi harorat bir necha daqiqada keskin ko'tarilishi mumkin. Bolakayni iliq suv bilan artish kerak. Agar bola issiqdan qizib ketgan bo'lsa, iliq, albatta muzdek suv bilan emas, qo'ltiq osti, bo'yin va oyoqlarini arting. Sizda bo'lsin, hech qachon muzdek suv ishlatmang, chunki bu tananing aks ta'siriga olib kelishi mumkin. Qanday holatlarda darhol shifokorga murojaat qilish kerak? Ya'ni tana harorati 39 darajadan va undan yuqori bo'lsa, bola emmay qo'ysa, juda ham lanj bo'lsa, talvasa kuzatilsa, nafas olishi qiyinlashsa, hushini yo'qotsa, bir necha soat siydik qilmasa, qayta qussa. O'ylaymanki, ushbu ma'lumotlarim sizlarga manzur bo'ldi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni hamda like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.